Bugun Adajonimda mol go'shtini shunaqa matalashka joyidan shunaqangi sochni chiqadigan ileklari oqib turadigan qozon kabob tayyorlaymiz. Bu uchun birinchi bo'lib dumba yog'larimizni to'rab qozonda jizbiz qilib qovurib olamiz va shunaqa Adajondagi mazza qilib yeb olamiz nonlar bilan. Go'shtimiz oldindan marinovka qilib qo'yilgan bo'lishi kerak. Matalashka joyini mana hozir arralarga kestirib, chiroyli kusoklar qilib hamma tomonini qovurib olamiz. Bu ovqatda o'zi go'shtlarni qovurishinglardan ishtaha ochilib ketadi. Lekin pishmaguncha sabr bilan kutishimiz kerak. Hamma tomoni qizargandan keyin iliga tepada tomonini qo'yamiz, suyiga pastda tomonini qo'yamiz. Iliga oqib ketishi kerak. Uvol bo'lmasin deb shunday suv 300 grammcha suv boshlanishiga yetadi. Suvni quyamiz. 1,5 soat dimlaymiz, past olib. Mana sekin kartoshkalarni solishni boshlaymiz. Kattalarini pastroqqa. Kartoshkalarimiz ham taxminan 1 soat davomida dimlanib, yumshoqqina bo'lib pishib oladi. Bemalol shu holatida yesanglar ham bo'ladi, lekin yana ham ishtaha ochar bo'lishi uchun kartoshkalarni bitta yog'da qovurib olamiz. Va ovqatimizni suzib, kartoshkalarimiz yaltirab turishi uchun yog'lardan ham quyib yuboramiz. Mana ovqatimiz tayyor bo'ldi. Kelinglar.